Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi tovuqlar uchun chiroyli temir qafaslarimiz tayyor bo'lgan. Obzorni sizlar bilan ko'ramiz albatta. Sizlardan esa bir donadan like kutib qolamiz. Qafasimiz 2 ga 1 metrli qafasimiz, yonida tuxumlash xonalari bor mana bu yerda. Ranglari esa tilla qo'ng'iz hamda Atachenko nomli embrioklar bilan uyg'unlashtirganmiz. Juda ham chiroyli holatda bitta qafasimiz. Ochilib yopilishlari ham chiroyli. Mana bu yer esa raddomlari, spalniy xonasi tovuqimizni. Bu yerdan kirib ketib ichkariga tuxumlaydi. Tuxumini bu tomondan sandiqdan ochib foydalansa bo'ladi. Oxir don idishlari mana chiroyli holatda. Mana bu yerga eshikchalar o'rnatganmiz, bir-birini ovqatiga xalaqit qilmasligi uchun, cho'qishmasligi uchun. Qafasimiz rangi tilla qo'ng'iz, tomlari mokri, oldilari siliklari esa ko'k rangga ajratilgan, juda ham baquvvatli, normalniy qafasimiz bo'ldi. Eshiklari esa yonda mana yon tomondan turma shaklida o'rnatganmiz. Ichida mana maxsus suv idish, don idish qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Bu qafasimizni 2,5 milliongacha tayyorlab yetkazib beryapmiz Namanganchiga. Mana bu nusxa xuddi shu ko'rinishda, prosta yonida tuxumlash xonasi bor, spalniy yo'q xolos. Ko'rinishi bir xil, qolgan joylari mana. Temirlari 1.8, 1.5 temir ugunlikdan bo'lgan. Eshiklari mana chiroyli holatda ochilib yopilgan. Razmerlari uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, tuxumdoni hisobi bilan отдельно 40 cm ga ajratilgan. Mana bu yerda zakazga tayyorlagan katta qafasimiz bor mana. Profildan bo'lgan, juda ham baquvvat qilib 4 ga 4 profildan bo'lgan bu. Hamma joyi eshiklari ham mana keng holatda bo'lgan. Hop, 3 ta eshigi bor. Mana bu qismi ham eshik mana. 3 ta eshikli. Ichlari ham keng holatda, qo'noqlari ham va taglari haqiqiy pol taxtalardan foydalanganmiz. Baquvvat odam esa ham hech nima bo'lmaydi. O'sha tagi yaxshi o'rnamagan. Mana bu yerda ham eshigi bor, yoniga ham eshik qilganmiz. Zakazga tayyorlaganmiz bu qafasimizni. Mana bu yerda ham eshiklari bor. Uylariga udobni qilish uchun zakazni shunday buyurtma olganmiz va qo'lni qalin setkalardan 2 ga 2 qalin setkalardan bo'lgan. Qo'limizni orqalarigacha MDFdan tortganmiz. Atachenko bo'lib, tomlari bir tomonlama chiqqan va issiq o'tkazmaydi. Tagidan panellarda отдельно solganmiz. Qafasimiz rangi mokri, qora bo'lgan va portichkalari ham bor tepasida. Mana ikkita portichkasi mavjud. Mana bu yerda tashqarida qo'noqlari ham bor. Baquvvat holatda qafasimiz tayyor bo'lgan. Bu qafasimiz 7 million so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa 94 kodi bilan 273 73 53 raqamiga bog'lanishlari mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.